solish agentligi departamentining bizga namuna tanlash dalolatnomasi orqali mana shunday ko'pim plus gel parashyoti kelgan. Avtomatga yuvish uchun gel parashyoti kelgan. Gel parashyotni birinchi navbatda pH-ni ko'rishimiz uchun buning uchun 10 gram mahsulotdan o'lchab olasiz. Mahsulotdan o'lchab olib 50-60 gradusli distillangan suvga metkasiga qadar suv solasizda, buni yaxshilab chayqatib, aralashmani yaxshilab aralashtirib, bir xil massaga kelguncha aralashtirib turib, keyin pH metrga olib kelib ko'rasiz. pH metrimizda hozir biz 50-60 gradusga o'lchab olib kelganmiz. Buni 10 gram o'lchab. 10 gram o'lchashimiz uchun ham bizani aniq nimaga beradigan tochimiz beradigan taroziga o'lchanadi. Tarozimiz manaki aniq nimani ko'rsatadi, kalibrovkalangan tarozimiz. Kalibrovka qilganimizda bemalol ko'rsak bo'ladi, manaki pH'ni ham. Jarayon necha minutda davom etadi? Birdan aniqlaydi. Birdan aniqlaydi. Standart 5dan 11-5gacha. Me'yor berilgan standart bo'yicha 5dan to 11-5gacha. Agar 11-5dan oshsa, bu ishqoriylik juda kuchli bo'ladi. Odamni nimasiga, kojasiga zarar yetkazishi mumkin, terisiga. Sog'liqqa zarar yetadi. 5dan ham past bo'lmasligi kerak. Unda 5dan agar past bo'lsa, kriz yaxshi tozalanadi. 5 bilan o'zi me'yoriy hujjat bo'lishi uchun 5dan 11-5gacha bergan bo'ladi. To'qqizu 24 beryapti. 9:21 ekanda, bu ham me'yordan oshmagan. Demak, belgilangan me'yordan oshmagan. O'rtadagi me'yori ushlab turibdi. Mana gelimiz 9:21 deb beryapti bu ham. Demak, mahsulotimizning pH darajasi me'yoriy hujjat talablariga mos keladi. Mos keladi.